Assalomu alaykum. Efirda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Nasibxonov bugungi dasturimizda. Hududlarni rivojlantirish rejasini tayyorlashni boshlandi. O'sh shahrida aqlli shahar loyihasi qanday amalga oshiriladi? Avtomobil to'xtovchi yerlarda pul olish masalasi qayta bahslarga sabab bo'lmoqda. Aydarkonda Simop kombinati qaytadan ishlay boshladi. Bu o'lkaga qanday foyda keltiradi? Jalolobod shahrida uy-joysiz qolganlarga g'amxo'rlik ko'rsatilmoqda. Dasturimizni boshlaymiz. O'tayotgan haftada hukumat hududlarni rivojlantirish rejasini tayyorlashni boshladi. Unda ijtimoiy, iqtisodiy va infrastruktura loyihalarini amalga oshirish rejalanmoqda. Hozirda har bir davlat idoralari tadbirlar ustida ish olib bormoqda. Masalan, Iqtisod ministrligi o'lka bo'yicha 20 shaharni tanlab, zamonaviy taraqqiyot mexanizmlarini tuzmoqda. Kerakli mablag'ni Jahon banki ajratadi. Batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. Hududlarni rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. U asosida respublikadagi 20 ta shahar tanlab olinib, birinchilardan bo'lib oblast markazlari rivojlantirishi rejalashtirilmoqda. Qolgan kichik shaharlarni ta'mirlash ishning ikkinchi bosqichiga kirgizilgan. Dastlab shaharlardagi iqtisod, ijtimoiy yo'nalishlarga e'tibor qaratilib, toza suv, ko'kalamzorlashtirish, yorug'lantirish va dam olish joylari foydalanishga topshiriladi. Bu областық больницаларды birinchi кезекте ошолорду модернизациялоо маселеси турат да. Ошого окшогон иш-аракеттер жүргүзүлөт. Ал эми андан тышкары бул ошол жериндеги баягы маданият борборлорун жана эс алуу баягы бош убактыны өткөзүү боюнча атайын борборлору жана аймактарды же болбосо жашылдандыруу баягы парк маселелерин чечип берип, ошол адамдарга дагы шарт түзүү боюнча дагы иш-аракеттер жүргүзүлөт да. Joriy yili ba'zi hududlarda bola bog'cha, maktab, madaniyat uylari va kasalxonalar butunlay yangilanishi kutilmoqda. Bunga Jahon banki ko'mak ko'rsatadi. Shu bilan birga davlat g'aznasidan ham zarur mablag' ajratiladi. Bu orqali ichki migratsiyani oldini olish uchun qishloq xo'jaliklarida ham ish o'rinlari yaratishga hukumat e'tibor qaratadigan bo'ldi. Негизинен жалпы комплекстүү түрдө системалык проблемалар чечүү боюнча дагы атайын ошол иш-чара планы дагы даярдалып атат. Бүгүнкү күнү ошол даярдалгандан кийин ар бир чоң тармак боюнча өзүнчө мындай кадамдар же болбосо иш-чаралар бекитилип, жана ар бир аймак боюнча ошол инфраструктураны оңдоо боюнча же болбосо шарттарды түзүп берүү боюнча иштер башталат да. Ko'p yillardan beri olis hududlar e'tibordan tashqarida qolmoqda. Ba'zi hududlarda toza suv, yo'l va ijtimoiy muassasalar yo'qligi yashovchilarga muammo yaratadi. Bu yil e'lon qilingan yil sababli bir qator qishloqlarda toza suv bilan ta'minlanadigan bo'ldi. Bundan tashqari qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirib ulgurji sotishga sharoitlar yaratiladi. Исламский банк развитиядан биз ошо жанагы каржылоолор болуп атат. Кытай Республикасынан 32 миллион акча берилген, ошол боюнча дагы 6 ирригациялык системаны реабилитация кылуу иштетүү боюнча дагы тендерлер өтүп, ушул иш дагы алдыга жыла баштады. Prezident farmoni chiqqani bilan hukumatning aniq rejalari yo'qligi ba'zi mutaxassislarni afsuslantiradi. Sababi hududlarni rivojlantirish quruq so'zlar bilan emas, amalda ishlar bilan bajarilishi kerak. Qishloq yashovchilarining yashash sharoitini yaxshilash uchun, meva-chevalarni yetishtirish uchun qishloq xo'jaligi ministrligi tomonidan dehqonlarga sharoitlar yaratilishi kerak. Kireşelүү тармактарды өндүрүш керек. Мөмөлүү бактарактарды тигүүнү жөнгө салыш керек. Тез арада. Antikeni bütün de Kırgız ülkesi ошо мөмөлүү жемиштердин табигый bir ордосу болуп эсептелет да. Bizde ушундай потенциал бар. Joriy yili hududlarni rivojlantirishga yo'naltirilganini ba'zi parlament deputatlari ham qo'llaydi. Sababi davlat asosini tashkil etgan qishloqlarni rivojlantirish orqali bir qator masalalarni hal etish mumkin. Ular bu yo'nalishda hukumatga o'z takliflarini bildirib, hamkorlikda ishlashga tayyor. Har bir rayonun özünçe önügü programmasını tüzüp çıkış gerek. Al önügü programması oşol regionun, oşol rayonun ekonomik potansiyalını, mümkünçülüklerini
Bizde мүмкіншіліктер көп, суу, жер, кен байлыктар, мына ошого карата түзүлүш керек деп ойлойм. Өкмөт эми ошол программаны түзүп, ар бир регион боюнча иштеп чыгып, анан бекитип, ага сөзсүз түрдө каржы булактарын да таап, ошону менен бирге иш алып барыш керек деп ойлойм. Hukumatning hududlarini rivojlantirish qarori fevral oyida chiqishi kutilmoqda. Hozirda bajariladigan ishlar rejasi tuzilyapti. O'sh shahrida aqlli shahar loyihasi sinov tarzida ishga kirgizila boshladi. Uni Xitoyning Huawei kompaniyasi ishga oshiradi. Hozirda mahalliy hukumat vakillari bilan Xitoy shirkati shahar bilan tanishib chiqmoqda. Shundan so'ng qaysi ko'chalarga video nazorati o'rnatilishi aniqlanadi. Aqlli shahar loyihasi O'shda to'lig'i bilan ishga oshsa, yo'l halokatlari sonining qisqarishi, jinoyatlarning yuzini ochish hamda terror xavfining oldini olinishi osonlashadi deb aytilmoqda. Aqlli shahar loyihasiga sinov tarzida amalga oshirish uchun O'sh va Bishkek shaharlari tanlab olingan. Chunki yirik shaharlarda yo'l transport hodisalari, mashina tirbandliklari ko'p sodir bo'ladi. Xavfsiz shahar loyihasi ham mana shu muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan. Uning asnosida har bir ko'cha kesilishlariga video kuzatuv o'rnatilib, nazorat kuchayadi. Bu штрафтың негізінде 50% штрафтар біздің жергілікті бюджетке көтеріледі. Ошондуктан биз ушул долбоорду O'sh шаарында аткарылышына өтө кызыктарбыз. Aqlli shahar loyihasi asosida qo'yilgan video nazorat yo'l qoidasini buzganlarning qancha tezlikda borayotgani, mashina raqamlari, ranglarigacha ko'rsatib beradi. Tortib olingan surat va video lavha ma'lum muddatgacha saqlanib turadi. Bu bilan yo'l transport hodisasining soni qisqartirishning imkoni bo'ladi. Shu bilan birga yo'l halokatlari sodir bo'lgan jinoyatlarni fosh qilish hamda terror xavfini oldini oladi. 7 metrге 2.60 деп. Бұл камераны ал жерде атайын сату кызматкерлер карап отурабыз. Шаарда кайсыл жерде эмне кылмыш болуп атат, ким менен ким урушуп атат, талашып атат, кайсыл жерде машиналар кагылышкан, ошол жерге ушу камерадан карап туруп эле отуруп, ошол жерге группаларды тез арада мына 5-10 мүнөттүн ичинде жөнөтүп туруп, ошол жерден ушул өз убагында барып, өз убагында ушул маселелерди өз убагында чечкенге чоң жардам болот. Loyihani amalga oshirishga O'sh g'aznasidan mablag' sarflanmaydi. Tuzilgan shartnomaga ko'ra kerakli mablag'ni xitoylik Huawei kompaniyasi to'liq moliyalashtiradi. Shahar ko'chalari bilan tanishib chiqqandan so'ng loyiha tayyorlanib, video kameralar qaysi yerlarga o'rnatilishi aniqlanadi. Hozirgi kunda Huawei kompaniyasi vakillari bilan O'sh shahar meriyasi aniqlash ishlarini olib bormoqda. Kamera qo'yishga sharoit yaratish, yo'llarini chizib berish kabi ishlarni mahalliy hukumat bajaradi. Shundan so'ng video nazorat o'rnatish boshlanadi. Umumiy bo'lib shahar ichiga 1500 kamera o'rnatiladi. Biz bu kabi loyihalarni ko'p yillardan buyon amalga oshirib kelyapmiz. Bungacha Tojikiston, Xitoy va shunga o'xshagan boshqa davlatlarda ishlaganmiz. Uskunalarning sifati, ishimiz yuzasidan hech qanday muammo bo'lmaydi deb ayta olamiz. Aqlli shahar davlatning toza jamiyat dasturidan 9 loyihaning biri. U asosan shahar ko'chalaridagi xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Ammo aqlli shaharning amalga oshishiga shubha qilayotganlar ham yo'q emas. Biz шаардын коопсуздугун акылдуу шаарга жете элекпиз. Салыкчылар менен жер салыгын төлөдүбү, үй салыгын төлөдүбү, ошону толук инвентаризацияны өткөрүп, бардыгын маалымат данныйына киргизишибиз керек. А машинелер жөнүндө айтпай эле коелу. Доверенность деген балакет бар, ошону эмгиче атмен кыла элек да. Доверенность Бишкекте же башка жакта катталган, ээси башка бирөөлөр айдап жүрөт. А салыкты толук кандуу ким чогултат? Мына ушул жагынан алып келгенде биз коопсуз шаар болдук деп 5-6 жерге видео наблюдениени коюп, анан кийин жана жол чырактарды коюп коелу коопсуз шаар дегенге мен макул эмесмин. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'iziston hukumati Xitoy kompaniyasi bilan shartnomani joriy yilning 11-yanvarida imzolagan. Endi hukumat toza jamiyat milliy dasturi asnosida xavfsiz shahar loyihasini aqlli shaharga almashtirib, uni tez orada amalga oshirishga bel bog'lamoqda. Sarmoyaning miqdori $60 million tashkil etib, loyihani amalga oshirish yarim yilgacha davom etadi. Umida Mirzabayeva, Ayday Bedelbek qizi, Nursulton Abdukerim o'g'li, Intimaq. Endi boshqa mavzularga o'tamiz. 2015-yilgacha yo'l bo'yida to'xtagan avtomobillardan pul olinmasligi kerakligi qonunda bo'lishiga qaramay amalda pul olib kelindi. Keyin uni o'zgartirib pul olishni qonuniylashtirib olishdi. Shunga qaramay vaqtincha to'xtab turgani uchun olinayotgan pul miqdoridan norozi haydovchilar muhokamasi tinmayapti.
O'sh shahar avtoto'xtash va avtogarajlar direksiyasi qoshida 21 avtoto'xtash joylari bor. Bugungi kunda ularning 7 tasi ishlamaydi. Qolganlari esa avtoto'xtash haqida 20 so'mdan olinadigan kvittansiyada esa 10 so'm deb ko'rsatilgan. Talab qilganlar ko'rsatilgan pulni to'lasa, qolganlari so'raganini berib ketaveradi. 10 so'mdan ilova, sizlarga 20 so'mdan bor. 10 so'm bergan 20 so'm oldi. 20 so'm oldi o'tava. Çok rahmat. Nega 20 so'mdan oldi? Biz avval aşağı 20 so'mdan oldi, negiznechi. Xususiy avtoto'xtash joylari har bir mashina uchun 20 so'mdan olinadi. Munisipal joylar ham xususiylarga tenglashib o'zboshimchalik bilan haqlarni ko'tarib olishgan. Izga solishga O'sh shahar meriyasining qurbi yetmaganidan yangi tariflarni o'zgartiradigan bo'ldi. Taklif O'sh shahar kengashiga jo'natilib, keyin qaytarib olindi. O'sh shahrida yo'l chetiga to'xtagan mashinalardan pul yig'ish ishi 2013-yili boshlangan. O'sha yildan boshlab xalq noroziligiga qaramasdan ular soni qisqarmay kelmoqda. Bu birinchidan noqonuniy pul yig'ishga asos bo'layotgan bo'lsa, ikkinchidan yo'l tirbandliklarini hosil qilmoqda deydi shahar yashovchilari. Yo'q, o'zi hukumatda 10 so'mda stoyanka. Bular o'zi 20 so'mdan oladi. Men chek so'rab 10 so'm beraman o'sha. Deganda yo'llar prokol o'tadi. O'sha negizinde o'sha yo'llardan misol uchun shaharning ichida olib olishni so'raman. Mahalliy hukumat esa bu yil avtoto'xtash joyiga mashinasini qo'yganlardan 10 so'm olinsin degan qaror qabul qilgan. Agar 20 so'mdan olgan holat aniqlansa, u holda joy egalariga chora ko'riladi. Shu bilan birga haydovchilarni 10 so'mdan ortiqcha bermaslikka chaqirishmoqda. Жалпы коомчулук айтып атканда 20 сомдон алып атат деген бул биздин тарифте көрсөтүлгөн эмес. Тарифтеги бул биздин жакында эле 2017-жылдын 26-декабрдагы шаардык кеңештин чечимине дагы бир сыйра карап чыгышты. 10 сомдой акчалай жыйымды бул жергиликтүү бюджеттин эсебине толук кандуу түшүрүү. Ал эми буга чейин 5 сом жергиликтүү бюджет, 5 сом ошол автопарковка, автостоянка, автотоктомолор дирекциясы бар эле, ошол дирекцияны кармоо үчүн алардын кармоо багытында 5 сом аларды калчылар. Бүгүнкү күндө толугу менен 10 сом деп айтабыз. Dastlab avtogarajlar va avtoto'xtash direksiyasi yiliga shahar g'aznasiga 600-700 ming so'mdan to'lab kelishgan. Avtoto'xtash joylari soni o'sgandan keyin mazkur mablag' 2 million so'mgacha yetgan. O'tgan yili tilga olingan direksiya o'zlariga yuklatilgan 1 million 300 ming so'mlik rejani 60% ni bajarishgan. Hilola Ashurvayda, Bedelbek qizi, Nursulton Abdukarimog'li, Intimon. Yil boshidan jismoniy shaxslar uchun sug'urta to'lovlarining narxi ko'tarildi. Masalan, O'sh shahrida majburiy patent bilan ishlaganlar avval 1100 so'm to'lagan bo'lsa, hozir 1300 so'mdan to'laydi. Bu jismoniy shaxslarda tushunmovchiliklarni paydo qilmoqda. Sotsial fond to'lovlari nega qimmatladi? Davlat ijtimoiy sug'urta qonuniga o'zgartirishlar kiritildi. Boshqacha aytganda, endi har yili o'lkada yanvar oyida o'lkadagi o'rtacha mehnat haqi tarifi qabul qilinadi. Bu yil Qirg'izistonda o'rtacha oylik 14847 so'mni tashkil etdi. Tuman va shaharlarda ishlab chiqarish korxonalari soni va g'aznasiga qarab turli miqdorda ko'rsatilgan. Uning 10% sug'urta polisi uchun to'lanadi. Bu yil deyarli barcha oblast va tumanlarda o'rtacha mehnat haqi ko'tarilgan. Shu sababli sug'urta to'lovlari ham oshgan. O'shning Qorasuv tumanida o'rtacha maosh 9536 so'mni deb qabul qilingan. Shu sababli ixtiyoriy patent bilan ishlaganlar 953 so'm, yollanma ishchilar esa 1039 so'mdan, chet el fuqarolari esa sug'urta polisi uchun 286 so'mdan to'lay boshlashdi. Şolay 10% to'laganda bunun 8% şu pensionni fondga ketadi, 2% bu накопительный deb qo'yamiz. Накопительный счетuna tushadi. Bu 2% to'p-to'lib o'sha yosh qora pensiya жеткенде o'sha jaran pensiyaga chiqayotganda olinadi. Ana agar bir qirsiqqa байланыштуу же o'shanda turib uydan bag'risin ajrab qolgan bo'lib turgan bo'lsa, o'sha to'langan 2% to'p-to'lgan o'lchamdagi bu muros qatori o'tadi. O'sh shahrida o'rtacha maosh bu yili 13800 so'mni tashkil etdi. O'tgan yilga solishtirganda taxminan 1000 so'mga ko'p. O'shanda shahar yashovchilari 8000 ga yaqin ishchilari ham o'tgan yilgiga qaraganda ko'proq mablag' to'lay boshlashadi. Biz kelgenlerge tushundirish ishlerini da жүргүзүп атабыз. Көпчүлүгү баягы дайым төлөп жүргөндөр муну билишет. Жылдын жарымында сурап жүрүшкөн өзгөргөн деп биз ошо айтканбыз. Кийин кошумча маалымат беребиз деп. Билгендер үндөй эле төлөп атат, эми баягы жаңадан төлөгөндөр ошондой суроолор болуп атат. Түшүндүрүү иштерин түшүндүрүп атабыз, баары эле турук кабыл алып атышат азыр.
Bunday qilib ijtimoiy to'lovlarga bo'lgan narx shahar va tumanlarda turli miqdorda va har yili o'zgarishi tadbirkorlar orasida tushunmovchilikni yaratgan. Ko'pchiligi bexabar qolib ijtimoiy jamg'armaga oldingiday miqdorda pul olib kelishganda xabar topishmoqda. Ko'pchiliklar bir patentni ishlaymiz. Anan bultir shaxsiy patentda, shaxsiy ishxona. Anan bultir 838 so'm ekan. O'tgan hozir kelsak, go'ydi 954 so'm bo'lib qoldi dedi. Hozir kelib 954 so'm to'lab patentga yozdirib o'tamiz. Ta'kidlab o'tsak, hududlardagi mehnat haqining o'rtacha miqdori statistika qo'mitasi tomonidan qabul qilinadi. Davlat ijtimoiy sug'urta bo'yicha qonunga o'zgartirishlar kiritilguncha har yili o'rtacha maosh iyun-iyul oylarida aniqlanar edi. Hilola Ashurova, Nurjamal Barg'ibayeva, Argen Qalbek o'g'li, Intimoq. Batkendagi Aytarkon Simop kombinati qayta kon ishlarini boshlaydi. Avvalgidek simopgina emas, balki surma va fluorid ham chiqaradi. Buning uchun kombinat to'liq ta'mirdan chiqib, sarmoya jalb qilingan. Hozir 200 xodim ish boshlagan bo'lsa, kon qazish ishlari rivojlangandan keyin yana shuncha ish o'rni tuziladi. 2 yildan buyon faoliyati to'xtatilgan Haydarkon Simop kombinatida ta'mirlash ishlari yakunlanib qoldi. 9 yil avval avariya holati bois suv bosgan kon qazuvchi joy tozalanib, hozir ishlab chiqarishga tayyor. Konni qazishni jonlantirish mahalliy Sever Stal kompaniyasi bilan tuzilgan shartnoma asosida amalga oshdi. Investorlar bizga kelib, investorlar fond gosimuşstva, gubernator, hakimiyatın yardımıyla tavsiye berdiler. Buna hazır Xuday buyursa bir 6 ayın içinde buna biz şaxtalar, zavod, fabrikalar ishga kirib жатат. Hozirda Haydarkon Simop kombinatidagi eskirib qolgan uskunalar to'liq almashtirilib bitdi. Endi 10 kun ichida kon qazish ishlari boshlanadi. Ta'mirlash boshlanganidan buyon 200 xodim faoliyat olib borayotgan bo'lsa, qazish ishlari boshlansa ishchilar 2 barobarga ko'payadi. 15 kun ichida yana 200 xodim ishga jalb qilinadi. Shu suv chiqib bir kun to'xtagan bo'lsa, shaqtidan qayda suv bosadi. Ikkinchi joydan bir suvni qaydalaymiz. Mana bizga bu suvdagi borgan bo'lsa, tömen joqqa bu yerdan bir o'chib o'tadi, naraqdan bir o'chib o'tadi, ikkinchidan chiqib o'tadi. Bu bizim ayındagilar hozir sur ayını var. Mana tömen joqqa ayınlarga bu yerlerge buna yegin ekkenga, daraxtlarni sug'urganga faydası var. Xuday buyursa hazırınca az 200'lügen adam işlegen bolsa, bunda şaxtымен fabrikası 400'den aşık adam işleydi. Kombinat bungacha simop bilangina cheklansa, endi moddaning 3 turini ishlab chiqaradi. Bu yerdan chiqqan simop, surma va fluoridga hozirda Xitoy, Turkiya, Rossiya, Braziliya mamlakatlaridan talab tushgan. Hududda yana 40 yilga yetadigan simopning zaxirasi bor. Shuning uchun kombinatning ishlab ketishiga ishonch katta. Даже 10-15 kun ichida o'sha shaxt ishga kiradi. Xuday biz ishga kirib qolgandan keyin biz где-то 60 millionga simop, bir 60 millionga surma, bir 20 millionga fluorid chiqaramiz. 2010-yildan boshlab ish susayib, ishchilar soni ozayib, 2 yil avval kombinat faoliyatini to'xtatgan. Muassasaning qarzi 90 million so'mdan ortib ketgan. Jalolobod shahrida boshpanasiz daydilar qishda ko'chada qolmaydigan bo'ldi. Ular uchun vaqtinchalik boshpana faoliyati olib bormoqda. Hozirgi vaqtda mazkur uyga 10 uysiz joylashgan, yana 30 kishilik bo'sh o'rin bor. Bu yerda ular 4 oy davomida yashay olishadi. Oziq-ovqatdan boshlab tibbiy xizmatgacha sharoitlar yaratilgan. Bu haqda muxbirimiz lavhasida ko'ring. Jalolobod shahrida daydilar uchun turar joy maskanlari ochildi. 40 o'ringa moslashgan bu yerda ayni kunda 10 nafar odam yashamoqda. 3 nafar ayollar. Bu yerdagilarning eng yoshi 35 yoshda, keksasi 80 yoshda. Bu otaxon mazkur yerga olib kelinganiga 10 kundan oshdi. Anan o'sha yerda mana o ko'p odamlar yotgan yerdan men kelmay direktordan so'ranib, qorovullar bilan bir qorovul yotadi. Shu qorovulxona yaxshi, sharoiti yaxshi, o'sha yerda yashab turishdi. So'randim, o'sha yerda yashab turaman hozir. Shahar hukumati tomonidan muqim turar joy yo'qlari uchun boshpana tashkil etilgani bilan, biroq bu yerga barcha yordamga muhtojlar ham kelavermaydi. Uysizlar uchun ko'rilayotgan bunday g'amxo'rlikdan markaz yashovchilari mamnun. Ularga ko'ra o'z vaqtida taomlar berilib, boshqa sharoitlar ham yaratilmoqda. Bir 15 kundan oshsa biz bularga iç kiyim beremiz. Zumnoy gigiyenskiy, zumnoy pastalarını, sabunlarını beremiz. Anan o'sha 15 kundan oshsa banyaga da aparishga milletlimiz. Gevurine jag'at, gevurine jaqpaydi. Hozir kunda kelganlardan shu hozir 5 oy taqay kelib qolibdi. Boshpana shahar rahbari qarori bilan 15 noyabrdan boshlab ishlay boshlagan. Shunda ham bu yili har yilgiga solishtirganda bu kabi markazlarga joylashtirilganlar soni oz. Ko'pchiligi yarim kechada kelib, erta tongda ketishni ma'qul ko'rishadi. Bardig'i Rossiyada berdi.
Baldaring bormi? Vaqtincha yashash joyida barcha sharoitlar yaratilgan. Buning uchun mahalliy hukumatdan 91.200 so'm ajratilib, markazdagilarga tibbiy va ruhiy yordam beriladi. Bu yerga oblastdan tashqari tuman va shaharlardan ham kelishadi. Mezgilini qarata 166.500 so'm ақша qarajati qaralib bo'lindi. Жергиликтүү byudjetdan dokumentlari jo'q алардын өздүгүн tasdiqlovchi ish qog'ozdari. Ошондуктан ошол баш банеге жоқмун деп kelgan odamlarni эле qabul olamiz. Jalolobod shahrida bu yili daydilar orasida sovuqda halok bo'lganlar ro'yxatga olinmagan. O'tgan yili 5 nafari muzlab qolgan edi. Eslatib o'tsak, mazkur uylar 2011-yildan beri faoliyat olib boradi. Asosiy maqsadi boshpanasizlarni qishki izg'irinli kunlarda va boshqa muammolardan saqlab qolishdan iboratdir. Mazkur loyihani shahar meriyasi qoshidagi xayriya markazi amalga oshiradi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalarimiz shulardan iborat. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Yarim soat bo'yi sizning xizmatingizda men Davron Nasibxonov bo'ldim.